Biz sizni tashlab ketdik deb o'ylagandingizmi? Asilmedia.net taqdim etadi. Boshvikdagi kechalardan biri. Yoki bizni sehrimiz tugab qoldi debmi? Yaxshilab o'ylab ko'ring, xonimlar va janoblar, chunki hozir hayratda qolasiz. Agar hozir shu yerda bo'lsangiz, siz belgilar ortidan keldingiz va sirni ochdingiz. Tabriklaymiz, xush kelibsiz. Horseman birinchi marta paydo bo'lganiga 10 yil bo'ldi. Lekin biz qaytdik. Xo'sh, yaqinroq keling. Yaqinroq. Chunki siz qanchalik ko'p narsa ko'ryapman deb o'ylasangiz, eski hiylalarni yangisidek ko'rsatish shunchalik oson bo'ladi. Mening ismim J. Daniel Atlas va menchalik hazilkash bo'lmagan hamkasblarim nomidan gapirishga ruxsat bering. Bu yerda bo'lish ajoyib. Ha, to'g'ri, biz biroz muddatga yo'qolib qoldik, lekin mo'jizalar dunyosida hamma narsa yo'qoladi va qayta paydo bo'ladi, agar to'g'ri sehr ishlatilsa albatta. Mening ismim Meron Makkeni. Yonimda turgan do'stim Denidan farqli ravishda ko'pchiligingiz manmanlikni eshik oldida qoldirdingiz. Siz ushbu kichik yer osti kechasini topdingiz, chunki aldanishni xohladingiz. Hammaga salom, men Jek Wilderman. Urush, pandemiya, iqlim o'zgarishi, sun'iy intellekt, keling tan olaylik. Bu kichik uchrashuvimiz bizga har doimgidan ko'proq kerak. Tan yaxshilab diqqat qilishingizni istagan bo'lardim. Ushbu tomoshani o'tkazib yuborishni xohlamagan bo'lardingiz.